Hurmatli obunachilar, bugun biz dam olish kunimiz samsa pishiramiz duxovkamizga. Xamirimiz tayyor, masalamiz ham mana tayyor. Go'sht, kartoshka, piyoz, qalampir hammasi qo'shganmiz. Hozir endi boshlaymiz. Layklarni bosamiz. Dam olish, zerikish. Mana somsalarimizni ham yarmini yuvib oldik. Yumaloq somsa, cho'chaq somsa, yarim g'ol masalliqdi. Ko'plar Telegramda yozibdi, yerim ketmaysizmi deb. Bu endi nima deydi? Hobbi-da bu. Qiziqish bor uchun shuni tayyorlayman bekorchi paytim, zerikkan paytim. Hozir endi duxovkaga mixlaymiz. Like. Oldingi safar qozonga yopgandim, qozon somsa qilgandim. Endi bu safar duxovkaga yopamiz. Mana somsamiz ham pishdi, tayyor bo'ldi. Like'larni bosamiz. Ikkita non ham yopdik. Juda ko'p pishirib yubordim.